Hammaga assalomu alaykum. Bugun ikkinchi videoni yozamiz. Ko'rinishimga e'tibor bermaysizlar. Hozir yarim kechasi, soatim уже soat 1 bo'lib qopti. Xo'p. Endi Claudia'ni anaqasiga o'tamiz, coworking bo'limiga o'tamiz, ya'ni ikkinchi oynasiga o'tamiz. Ikkinchi oynada nima qilishimiz mumkin bo'ladi? Bunda kompyuterimiz ichidagi papkalarni bemalol boshqarishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni biz emas, Claudia o'zi boshqarib beradi. Uning uchun tartibga solib berish mumkin. Qanaqa zadacha, ya'ni vazifa beradigan bo'lsangiz, o'shani to'laqonli bajarib beradi. Xudo xohlasa. Xo'p, bo'lmasam boshlaylik. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Kompyuterimizga bu Mac bo'lishi mumkin yoki Windows bo'lishi mumkin. Men har ikkalasida test qilib ko'rdim. Desktop versiyasini tortib olasiz, uni skachat qilasiz, uстановка qilasiz. Xo'p, Windowsda bitta muammo bo'lar ekan. Windowslarda antivirusni yoki o'chirib qo'yishingiz kerak bo'ladi yoki bo'lmasa mana sistema bo'limiga kirasizda rejim разработчика degan joyda knopka bor. Ya'ni suriladiganlar bor. O'sha suriladiganni yoqib qo'yasiz, o'shanda установка qilsangiz bo'ladi. Xo'p, keyingi masalada bo'ladigan bo'lsa, mana bu coworking oynasiga o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Mana coworking oynasiga o'tib olganda men hozir Mac'daman. Bemalol o'tib ketdi. Windowsda bo'ladigan bo'lsa, muammo qildi. Yana bir qo'shimcha anaqasi bor. O'shani установка qil dedi. Shu yer o'zida beradi sirazi. Skachat qilib olasiz, установка qilasiz. Boyaga aytgan ketma-ketligimda kirasizda, установка qilib olasiz. Kompyuteringizga bitta перезагрузка berasiz va sizda mana shu oyna ochiladi. Xo'p, bu oyna ochilgandan keyin nima qilamiz? Bu oyna ochilgandan keyin bo'ladigan bo'lsa, bu yerni aytib berdim, papka ochiladi. Papkani tanlab olishimiz kerak. Qaysi papkani biza kompyuterimiz ichidagi mana choose, ya'ni tanla deyapti, choose folder. Qaysi papkani tanlab turib, unga vazifa beramiz. Xohlasak рабочий stolga, xohlasak dokumentga, xohlasak bilmayman, qayerga xohlasangiz kelinglar. Men hozir download anaqasiga zadacha berib ko'raman. Bosganimda mendan ruxsat so'raydi. Ruxsat so'raydi Cloudga shu download degan papkani ichiga kirib turib, o'zgartirishlarga ruxsat ber dedi. Agarda rozi bo'ladigan bo'lsangiz, mana bu yerda ya'ni har doim любой время kirib ketaverasanmi? Shunga ruxsat ber deyapti. Bunda bo'ladigan bo'lsa, одноразовый, ya'ni har kirganda sizdan qayta so'raydi. Endi men bunga ruxsat berdim. Ruxsat bergandan keyin bundan oldingi darsimizda aytgandim. Любой bitta nimaga sun'iy intellektga to'laqonli vazifa berishingiz kerak, tushunarli vazifa berishingiz kerak. O'shanda siz xohlagan natija chiqadi. Va agarda u yanada yaxshiroq qilishni xohlaydigan bo'lsangiz, savollaring bo'lsa hozirda ber deb so'rasangiz bo'ladi. Lekin Cloudda bu asosan o'zi chiqarib beradi. Ko'rib turgan bo'lsangiz bu yerda Opus 407 dan foydalanyapti. Buni kunlik limiti bor. Kunlikdan tashqari boya aytish esimdan chiqqan ikkita narsa, haftalik limit ham bor. Xo'p, va undan keyin sun'iy intellektni yanada yaxshiroq ishlatish uchun bo'ladigan bo'lsa, sizga bergan narsalarni, xulosalarni siz unga aytasiz keyin. O'zingga qilgan xulosangni qaysi yo'nalishda bo'lsangiz, mana shu sferadagi mutaxassis sifatida, eng zo'r mutaxassislari sifatida fikrlaringga qayta o'zing kritika qildingiz va u o'zini fikrlarini qayta kritika qilib beradi sizga va yanada yaxshiroq natija olasiz. Hozir mana shu vazifani berdim. Endi bo'ladigan bo'lsa, natijani birgalikda ko'ramiz. Mana ketdi, proses ketdi. Qayerdadir men papkam bor edi, mana o'sha papkamiz. Buning ichida nimalar borligini ham men hozir uncha bilmayman. Sun'iy intellekt ishlagan anaqamiz bor ekan, klipimiz, videolari bor. Bu yerda mana bu PDF fayllar bor. Bu PDF fayllari ham nimaga kerak ekanligini o'rgatib qo'yaman hali. Keyingi darslarda mana bu yerda Suno yordamida qo'shiq yaratganmiz, Shakirani qo'shiqni yaratganmiz. Juda ham hit bo'lyapti hozir. Bu nima uchun kerak deydigan bo'lsangiz, shaxsan menga nima uchun kerak deydigan bo'lsangiz, bu anaqaga men YouTube kanalim bor, o'shaning uchun kerak bo'ladi. Mana tasklari boshlab yubordi уже. Ko'rib turganingizdek, task, ya'ni vazifa degani, vazifalari boshlab yubordi. Nima qilayotganligini ko'rib chiqamiz hozir. Nima o'zgarishlar bo'lyapti. Mana уже yo'qolib ketdi. Buni men tegayotganim yo'q. Если что, qo'llarim ko'rsatib turing. Bizlari zadachalarimiz bo'yicha papkani ichiga joylashtirish kerak edi. Papkaga nom berish kerak edi. Papkani nomini yakunida, endi tushunmasa hozir savol beradi. Nomini yakunida xo'p, nima qilish kerak edi? Sanani qo'yish kerak edi. Mana bu yerda qilibdi. Mana Word. Mana Word как раз. Nima deyapti bu yerda? Parametr. Xo'p. Mana ruxsat beramiz. Ruxsat berdik. Уведомлениyaga ruxsat so'rabdi shekilli.
mana biz aytgan narsani qildi. Rasmlar. Mana rasmlar degan papka ochdi. 2026-yil 05-18-sana, ya'ni bugungi sana bo'yicha o'sha videolarga ham xuddi shunaqa papka ochdi, ichiga joylashtirdi va bugungi sana bilan kiritib chiqdi. Xuddi mana shunaqa tartibda bemalol men aytmagandim unga zip, chunki zip bu papkani o'zi. Mana bu fayl ham ko'rayotgan bo'lsangiz, zadachaga qaraylik. Mana zadachadan kelib chiqadi hamma narsani. Biz zadachamizda yo'q edi. Mana rasmlar, videolar, PDF, Wordlar, dasturlar deganman. U yerda dastur ham yo'q edi, adashmasam. Xuddi mana shu narsalarni alohida bitta papkaga bizga joylashtirib berdi hozirgi paytda Cloud. Xo'p, darsimiz shundan iborat. Agarda qanaqadir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Mana joylashtirgan papkalari, dasturlar degan papka ham ochgan ekan, rasmlar degan papka ochibdi, videolar degan papka ochibdi, PDFlar degan papka ochibdi va Word degan. Endi nimani ko'raylik? Mana dasturlar, mana dasturlar degan papka, rasmlar, mana rasmlar degan papka. Xo'p, videolar, uchinchisi videolar bo'lacak. Mana videolar degan papka, PDF degan, даже ketma-ketligini ham bir xil qilib bergan. Menda boshqa gap yo'q. Savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, aynan sun'iy intellekt bo'yicha, Cloud bo'yicha men hozir eng ko'p ishim Cloudda ketyapti. Oldin Gemini'da ishlardim. Gemini'da hozir ishlayapman, faqat YouTube kanali uchun ishlayapman. Gemini'da ichkarida tepada qo'shilgan YouTube kanallar uchun ancha yaxshi maslahat beradi. Nimaga? Uni boshqa keyin razbor qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Agarda foydasi tekkan bo'lsa, bundan faqatgina xursandman. Kommentariy o'zingiz fikrlaringizni yozib qoldiring.